302-masala yechimini siz bilan ko'rib chiqamiz. Agar mutatsiyadan so'ng DNK molekulasi vodorod bog'lari 240 taga, ya'ni 17,15% ga, nukleotidlar esa 16,66% ga, ya'ni 200 taga kamaygan bo'lsa, u holda guanin va sitozin juftligi dastlabkiga nisbatan necha foizga kamayganligini aniqlang. Demak, DNKmizda mutatsiya sodir bo'lgan va buning natijasida vodorod bog'larida va nukleotidlar sonida kamayishlar bor. Demak, birinchi vodorod bog'da kamayish bor ekan. Demak, vodorod bog'lar soni kamayishiga qarab, dastlab qancha vodorod bog'lar bo'lganini topib olishimiz mumkin. Demak, vodorod bog'larimiz 17,15% ga kamaygan, ya'ni 240 taga. Demak, 100% oladigan bo'lsak, dastlab vodorod bog'lar soni 1400 ta bo'lgan ekan. Keyin nukleotidlar soni ham 200 taga kamaygan, ya'ni 16,66% ga kamayyapti. Demak, 100% olsak, dastlab 1200 ta bo'lgan ekan. Demak, dastlabki holatda mana shunday holatlar bor. Ya'ni vodorod bog'lar soni jami 1400 ta, nukleotidlar soni 1200 ta. Biz o'sha dastlabki holatga qarab, adenin, timin va guanin sitozin juftliklari nechtadir ekanligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Adenin qarang. X ga Y qo'shadigan bo'lsak 600 ta. Nima uchun 600 ta? Chunki jami DNKda hozir 1200 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, shuning 600 ta bir zanjirda, yana 600 tasi ikkinchi zanjirda joylashgan. Bir zanjirda 600 tadan bo'lgan bo'lsa, X ga Y qo'shadigan bo'lsak, demak, bitta zanjirdagi nukleotidlar soni 600 ta bo'lyapti. X ni 2 ga bo'lsa 2x, Y 3 ga bo'lsa 3y, jami vodorod bog'lar soni esa 1400 ta. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsangiz, Y'imiz 200, X'imiz 400 chiqyapti. Y'imiz bu guanin sitozinlar juftliklari soni. Demak, dastlab guanin sitozin juftligi 200 ta bo'lgan ekan. Endi masalani davom ettiramiz. Mutatsiya bo'ldi. Mutatsiyadan so'ng nima bo'ladi? Xo'p, mutatsiyada demak, biz bilamizki, mutatsiyada nukleotidlar soni 200 taga kamaygan, vodorod bog'lar soni esa 240 taga. Shuning uchun biz tenglama tuzib olamiz. Tenglamamizda qanday jarayon sodir bo'ladi? Ko'rish kerak. Xo'p, bu yerda tenglamamizda 2x, 2x va 2y qo'shadigan bo'lsak, jami nukleotidlar soni mutatsiyadan so'ng 200 taga kamaygan edi. Mana 200 taga kamaygan edi. Va vodorod bog'lar soni qanchaga kamaygan edi? 240 taga. Va ular yo'qolgan vodorod bog'lar sonini hisoblaydigan bo'lsak, x ni 2 ga bo'lsak 2x, y 3 ga bo'lsak 3y, 240. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsangiz, x'imiz 60 ta, y'imiz 40 ta chiqadi. Y bu guanin va sitozinlar soni. Yo'qolgan guanin va sitozin soni hisoblanadi. Demak, dastlab guanin va sitozin soni mutatsiyadan oldin 200 ta bo'lsa, mutatsiya bo'lgandan so'ng ulardan 40 tasi yo'qolgan. 40 tasi yo'qolgan. Demak, 200 tasi 100% bo'lsa, yo'qolgan 40 tasi necha foiz bo'ladi deb savol bersak, 20% bo'lar ekan, mutatsiyada kamaygan. Demak, guanin sitozin juftligi dastlabkiga nisbatan necha foizga kamaygan bo'lsa, bu dastlabkiga nisbatan 20% ga kamaygan bo'lib chiqyapti. Qisqacha masalaning yechimi mana shundan iborat. Bemalol ko'rib oling, masalaning yechimini tushunib oling.